Assalomu alaykum obunachilarimiz. Sizlarga zo'r bahada Nexia 2 mashinamizni ko'rib beramiz. 2010-yil ishlab chiqarilgan, kraska bir qator asli bo'lgan, balonlansa stanasi normalniy metan gaz balon ustanib qo'ygan 1.6 donus lyuks konditsioner. Chexol polik ham narsasi bor. Yurgan kilometrlari 328 ming kilometr yurgan, o'zini halol yurgani. Poliklar tashalgan. 2010-yil kraska bir qator asli bo'lgan, metan gaz balon ustanib bo'lgan. Mayda tuyda ishlari bor lekin. Mayda tuyda rasxodlari bor. Bahosi 35 million so'm aytilibdi do'stlar. Naq pul olsa ustida yana 1-2 so'm gelish bosasizlar olasiz savdolashib. Egalardan gap turgan mashinamiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yasizlar. Arzon mashinalarni chiqarishda davom etamiz. Ekran nomerlarini qoldiramiz. Alloh chiqaversin do'stlar.